Rossiyada hindistonlik migrantlarning bu xatti-harakati keng qoralanmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kimlardir hindistonlik migrantlarni oqlaydigan bo'lsa, kimlardir esa qoralamoqda. Ya'ni ular Moskva restoranlarining biriga ovqatlangani kirishgan va ularga shot berishgan. Qarasaki, shot katta miqdordagi pul. Va bular bu pulni to'lamaslik uchun restorandagi hamma narsalarni sindirib tashlagan. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz?